O'rtoqlar, qo'limda maska 2-3-4 minut foydalanishar ekan. Aslida bu xato. Men sizlarga hozir qanaqa foydalanish va necha minut foydalanish kerakligini aytib o'taman. Kristinani olmali maskasidan foydalanaman o'zim. Porani juda ham zo'r yopib beradi, terimni zo'r oqartirib beradi. Tozalangan teriga 20-25 minut qolishi shart. Poralar na yopiladi, na terilar oqaradi, hech narsaga ulgurmaydi. Endi ishlayotganda sizlar yuvib tashlaysizlar. Porani yaxshi qisqartirish uchun, terimizni juda ham zo'r oqartirish uchun 20-25 minut foydalanishimiz kerak bo'ladi. Har doim maskani yupqa ishlatmanglar, hech qachon. Quyuq qilib suringlar. Hech qaysi, ya'ni poralarimiz maskasiz qolib ketmasin. Maska surganda bo'yinlar ham o'zimizniki, esdan chiqazmaymiz. Bo'yinlaringlarni ham, ya'ni oqartirib, terilarni tortishga ishlaydi. Mana maskadan olinglar, zo'r maska. Har taraflama zo'r ishlab beradi. Oqartirish zo'r, kuchli. O'sha bu yog'iga yoz, bahordan o'tyapmiz. Yozda hamma xiralashib qorayadi. Cherezdin qilib o'tirsanglar ham bo'ladi uyda. Issiqda kosmetologga yugurib kelib, qorayib ketaman deb. Shunaqa qilib survaganinglardan keyin dam olinglar. Ko'pchilik maskani surib oladi. Lisosini qilib oling, ovqat qilib oling. Tinchlanish kerak. Teri zo'r tinchlanish uchun sizlar ham yotib tinchlanishinglar kerak. Shundagina bizani qilayotgan maskalarimiz o'z natijasini ko'rsatadi.